Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib borayotganlar. Hozir navbatdagi aristonimizni chiroyli holatga keltirib osib berdik. Ariston haqida sizlarga yana bitta foydali bo'lib qoladi, kimgadir manfaatli bo'lib qoladi degan ma'noda mana videoni chiqarib qo'yapman. Qarang. Ko'pchilikda qiynayotgan savol bor. Mana bu обратный клапан deydi. Mana обратный клапанlarni biz yangi qo'yib berdik hozir. Sovuq suv o'ng tomonga qo'yiladi. Uyingizda bo'lsa kuzatib qo'ying shu narsani. Sizda o'ng tomonda turibdimi, chap tomonda turibdimi? Hamisha aristonga qaraganingizda o'ng tomonda sovuq suvda turish kerak обратный клапан. Ko'pchilikka tushuntiraman. Bu обратный клапан nima vazifani bajaradi desa, aristonni o'pkasi hisoblanadi bu. Ortiqcha havoni chiqariyor, ichkarida bosim ko'payganda mana bu yerdan suv tomib qoladi. Aslo qo'rqmang bu narsadan, xavfli emas. Suv tomib qolgani yoki kirayotgan suvda yoki ichkaridagi qaynashda hosil bo'lgan bosim ko'paydi, ortiqcha bosimni chiqaryapman. Aristonni yorilib ketishini oldini olyapman degan ma'noda suvni chiqarib yoradi. Bir xillarda bosim ko'p bo'ladi, men yerga shlank tinimsiz oqib qolsa, shlankacha ulab kanalizatsiyaga tushirib qo'yishadi. Bu bitta foydali ma'lumot. Yana bitta narsasi, mana yerda gradusi bor. Kimlardadir mana bu yerda 2 talik gradusi. Hech qachon maksimumga qo'yib ishlatmang, oxiriga qo'yib. Bitta pastga qo'yib qo'ying. Degan harf bor, eko degan. O'shanga qo'yib ishlating. U maksimumga qo'yib ishlatish qachonki uyda bir yig'inlar bo'lib, odam ko'pchilik bo'lganda bir qaynatib, tefalday qaynatib, o'chirib, yana qaytarib iziga 3-skorsga qo'yib qo'yish uchun. O'shanisiga e'tibor bering. Kimda uyda aristoni bo'ladigan bo'lsa, keyin mana bu yerda tepasida datchigi bor-ku, e'tibor qilib turing. Oxiriga kelgani bu ichkarida bosim, qaynoq suv temperaturam oxirgi darajaga keldi degan. O'sha darajaga qo'ymang aristonga nagruzka. O'sha oxiriga kelmaslik kerak. Sal pastroqda turish kerak gradusi. Yetkazib qo'yamiz uyda aristoni borlarga. Salomat bo'lasizlar.